Kelar bolgarskiy pomidor, baqlajon, dumbul, makka, oshqovoq. Bilyas hammalar. Qara bu 40 ming so'm. 40 ming so'm. 30 mingdan. Vizros lazir bag'i alanga aytaverasiz. Vizroslar 15 mingdan. 2,5 ming so'm, 6 ming piyoz, chiroylisi go'zali 5 ming so'm. Gap Shirin. o'ta shirin. Xullas. Xullas, 5 ming manakani bor. Namangan 15 ming. uzum 15 ming, chilgilar 15 ming so'm. Shaftolilarchi? Shaftoli 10 mingdan. Gap ekan. Kosasi 5 mingdan. Kosasi 5 ming so'm. Xudo xolasa. No'xatchi? Faqat 4 ming. 45 ming so'mdan 65 ming so'mgacha. Bolta nech pul bolt? Farqini qaranglar. 50 ming so'm, 30 ming so'm. Farqni qaranglar. Chekishlar nech puldan bo'lyapti? Non chekishlar. 10 ming so'm. Wow. Bunisi-chi? Ha? Ne qarab turasan? Men chiqishim kerak, xo'pmi? Yaxshi chiqyapmanmi? Ketyaptimi? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar, qalaysizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani dehqon bozorida sizlarga to'liq obzorni kartoshka, piyoz, sovun, qo'yinki hamma narsa uyga ro'zg'orbob narsalarni hammasini syomka chiqarganmiz. Like bosasizlar, avvalambor bir joyga chotki o'tirib olib, daftar ruchka qilib olib, yozsalaring, uyda o'tirib, bemalol ko'rib, bozorga chiqmay ko'rib, narx-navoni tushunib olsalaring bo'laveradi. Do'stlarga foydali qilasizlar, shunday video rolik qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz sizlarga syomka qilib ulashib borishga harakat qilaveramiz. Qani biz boshlaylik. O, narxlar 5 ming so'm, 6 ming so'm. Piyoz qancha dedingiz? Piyoz 5 ming. Piyoz 5 ming so'm kilogramga. Sabzi ham shunaqa 6 ming so'm. 6 ming so'm. Piyozimiz 5 ming, 4 ming. Uzuni 5 ming, bunisi 4 ming. Nimaga bu 4 ming? Prosta yo'qsa. Oddiyrog'i 4 ming so'm akalar, mana piyozi. Bunisi 5 ming so'm. Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, xudo xolasa dumbul. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Dumbullar nech pul bo'lyapti? 5 tadan aka, birinchi sort. 10 ming so'mga 5 ta. 5 ta. Birinchi sort. 10 ming so'mga 5 tadan dumbullar akalar. Shirin makkalardan. Jo'makkadanman. O, gap yo'q. Bexijolat kelishaveradi. Manzil shay. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashin bozorida. Kachka bozori o'rtasida. YouTube'ga Bilaka, xudo oldin xolasa. Ha. Gap yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Bozoringiz bersin aka. Ismingiz nima edi? Abdug'affor. Abdug'affor akaga kelaverasizlar xudo xolasa. Dumbul 10 mingga 5 donadan bo'lib ketdi akalar. Bozoringiz bersin. Sizga nasib podpischegingiz bo'lsa 6 ta qilib beraman. Gap yo'q aka. Bozoringiz bersin. Bo'ldi, keladi. Gap yo'q. Xo'p. Yuk tashuvchi akalarimizdan. Qalay? Gap yo'q. Ehtiyot olinglar. Omad etib qo'yinglar. Mana yuk tashuvchi. Bozor deyik. Gap yo'q. Ana tirband bo'lib ketdi bag'i. Pomidorlardan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 10 ming so'mga 3 kilogramdan. Sort qanaqa buni? Bulardi. Alimiya. Qalampirlarchi? Qalampirlar 1000 so'mga 7 tadan. 1000 so'mga 7 tadan. Karam nech pul bo'lyapti boshliq? Karam 8 mingdan 3 minggacha. Kilogramgami? Donaligi. Donaga 8 mingdan 10 minggacha bo'lyapti ekan, akalar. Hurmatli akalar, Guruch bozoridan boshladik, xudo xolasa syomkani. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamay. Nech pul ekan? Vizros lazir bag'i alanga aytaverasiz. Vizroslarimiz 15 mingdan. Aha, Alangalarimiz 14 ming. 14 ming. Lazerlarimiz 17 ming, 18 ming. Har xil holati. Holati ya. O'tgan yilgi guruchlar hammasi. Ha, o'tgan guruchlar. O'tgan yilgi guruchlar. Telefon raqam berasizmi? 10 qop, 5 qop oladigan akalarga. Beramiz. Bering. 93lik, 93lik 371, 371 85, 85 84. 84 raqamlarga telefon qilsalaring. Shu hammasidan bor. Xudo xolasa hamma guruchlardan bor. Ismingiz nima edi? Ismim Abdusalim. Abdusalim aka, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar ana. Bozoringiz bersin. Geldagilari Vizros 07. O'rta guruchmi bu? O'rta guruch. Nech puldan nech pulgacha bo'lyapti? Uzroslarimiz 13 ming, Aha. lazerlar 17 ming. Lazerlar 17 ming so'm. Guruch narxlarini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana shu telefon raqamlar xudo xolasa. 17lar 10 ming, 11 ming.
07lar 10 ming, 11 ming. Xudo xolasa, mastava bobi, Uju osh, hamma turidan bor xudo xolasa. Ismingiz nima edi? İlham aka. Ilhom akaga telefon qilaverasizlar. 505 98 98 33 liga xudo xolasa yetkazib berishaveradi. Bozoringizni bersin Ilhom aka. Xo'p. Xudo xolasa galdagilar, mana shu yerda bitta otaxondan ham olish harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hoji ota, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay, sog'lig'ingiz yaxshimi? Guruchlar nech bo'lyapti? 9 mingdan nech minggacha? 15 minggacha. 15 mingdan 9 minggacha xudo xolasa. Lazer, Vizros 07 0 ham bormidi? 0 ham bor. 0 ham bor. 9 lazerlar 15 ming. Lazerlar 15 ming so'mdan. Sizdan arzonroq ekan-a? Endi Xudo xolasa. olsa 10 ham berib beraman. Ko'proq olsa. Ha, Hoji ota telefon nomeringiz bormi? bor telefon. Bering. 94 94lik 094 094 54 57. 54 57 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Ismingiz nima edi? Abduvohab. Abduvohib bor. Qaydansan? Bozoringizni bersin. Gurtepadanmi? Umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq dehqon bozoridan sizlarga qisqacha syomkamizni boshladik. Bug'doy, makka, yorma hammasidan xudo xolasa tanishtirib o'tib ketaveramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismingiz nima edi? Dostonbek aka. Bizga makka, bug'doy, yorma aralashmalar narxini bir boshdan tushuntirib borsangiz. Bug'doylar 3300 so'mdan. Optimga 3000 so'm. Makka yormalar 6 ming, 5,5 ming berilyapti. Makka yormalar 6000 so'm, 5,5 ming so'm berilyapti kilogramga qarab. Makkalar nech pul? Makkalar 6 ming, 5 ming holatiga qarab. Bu 6000 so'm. Nimaga bu qimmat? Bu katta-ku. Sifati yo'q. Maydalar. Narigisi 10 ming. Bunisi 10 ming so'mdan. 8 ming urug'lar. Bu urug'ligi mana xudo xolasa 8000 so'm bo'lyapti ekan, xudo xolasa. Urug'ligi. Navi qanaqa buni nomi nima? Nima? Urcho'p degan ekan akalar. Xudo xolasa 10 ming so'm, 6 ming so'm, 5 ming so'm. Buni qancha dedingiz? 6 ming. 6 ming so'm. Bug'doylar 3 ming so'm. Tonnaga oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa tushib berishadi. Assalomu alaykum. Bozoringiz bersin. O'rtoqlar, galdaglari. Bunisi 5 ming so'm. 10 ming 3 kilo. Yangi. Xudo xolasa sabzi qancha bo'lyapti? Sabzilar 6 ming so'm. Xudo xolasa sabzilar 6 ming so'm, 5 ming so'm, 10 ming 3 kilo. Piyoz qancha? Piyoz 4 ming so'm akalar. Nimasi? O, maydasi 10 ming 3 kilo ekan akalar. Akalar sabzini yuvilganlar. Assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz? Sabzi nech pul ekan? 6 ming so'mlar. O'zi tayyor yeydigan bo'lib qopti-da, olib a? Yuvilgan. Ha, bo'ldi, rahmat. Piyoz qancha bo'lyapti? Piyoz 4 ming so'm. Kartoshkachi? 6 ming so'm, 5 ming so'm bo'lyapti kartoshkalar akalar. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Akalar, supurgi narxlari. Assalomu alaykum. Keyfim, sizmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Nech pul o'lyapti supurgilar? Mana bu 40 ming so'm, 40 ming so'm. 30 mingdan Qanchadan qanchagacha bor aka? 15 mingdan 40 minggacha boy aka. 15 mingdan 40 ming so'mgacha. Holatiga qarab xudo xolasa. Yaxshimi ishlar? Zo'r xudoga shukr. Sekin harakatda. Bozoringizni bersin. Xo'p. Akalar, yangilaridan eskilari. Assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz? Kartoshka nech pul bo'lyapti aka? Kartoshkalar yeriga 6 ming. Yeriga 6 ming. Bunisi yangisi, bunisi ham yangimi? Nimaga posti boshqacha buni? Kecha kovlangan, mana bir hafta bo'ldi. Bu bir hafta bo'pti, bu kecha kovlanib. 5 ming 6 ming. 5 ming 6 ming. Sabzichi? Sabzi 6 ming. Sabzi 6 ming so'm. Geldagilaridan Vizros, Lazer, xudo xolasa bir boshdan ko'rsatib o'taveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti ekan? Kudroslar 13 ming, lazerlar 17 ming. Vizroslar 13 ming, lazerlar 17 ming so'm. Bozorda oldi guruch mashaydi ekan akalar. Amon qaranglar. Xudo xolasa.
Murat akam nomerlarini qo'yib ketaman. Hoji ota. Murat akam nomerlarini qo'yib ketaman. Bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar, galdagilar, Vizros, Lazer, xudo xolasa 09. Dehqonlar shaydaman aka. O, gap yo'q. Nech puldan nech pulgacha? Aka 10 mingdan 19 lazerlar 16 ming so'm. Aha. O'tgan yilgi guruch hammasi. Hammasi eski suvni tizza baravarli ko'taradi suvni. Gap yo'q. Ismingiz nima edi? Alijon aka. Alijon akani xudo xolasa bozorga kelaverasizlar, kiraverishda chap qo'lda xudo xolasa bu tomondan. Tizza baravar suv ko'taraveradi. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Ha. Yine Instagram Eng qimmat purish. Ha. Yine halollab sotadi. Ama Nech puldan nech pulgacha? Kartoshka nech pul, sabzi nech pul, piyoz nech pul? 6 ming so'm, 6,5 ming so'm, 6 ming piyozi chiroylasa go'zali 5 ming so'm. 5 ming so'm. Gap yo'q. Gap yo'q. Haq tushun. Bo'ldi. Gap yo'q. Gap ishlarga omad. Xo'p. Hurmatli akalar, opalar, bolgarskiy pomidor, hamma assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bolgarskiy nech pul ekan? 10 mingga 3 kilo. Loviyachi? 6 ming so'm. Baqlajon? 5 ming. Baqlajon 5 ming so'm. Pomidor qancha bo'lyapti? 10 mingga 3 kilogram bo'lyapti. Bodringchi? Bodring 5 ming so'm. Bodring kilogramga 5 ming bo'lyapti. Arzonmi? Karam nech pul ekan? Karam kilo 5 ming. Karam kilogramga 5 ming so'm. Dumbilchi? Dumbil 5 tadan 10 mingga. Bozorda yarmi sizda ekan-da. Bozoringizni bersin. Xo'p. Akalar, bozorda syomka qilish to'g'risi oson emas ekan. Oshqovoqlar, karam, hamma turidan bor ekan, dumbillargacha. Bu kimdan ekan? Sizdanmi? Oshqovoq nech pul ekan? Kilogramga 5000 so'm, 7000 so'm bo'lyapti ekan, xudo xolasa. Zo'r. Mana ko'kat, chesnok, bolgarskiy, qalampir, hamma turi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'katlar nech puldan ekan? Ko'katlar 2 ming, ulgurjiga 1,5 ming sotyapti. Ulgurjiga 1,5 ming. Chesnoklarchi? Chesnoklar 25 ming kiloga. 25 ming kilogramga. Mana 10 ming so'm bor. O, bir bog'i 10 ming so'm. Qalampir qancha? Qalampir 15 ming kilosi. Kilosi 15 ming so'm. Yaxshimisiz? Charchamang. Bolgarskiy. Hozirlar 6 ming, 7 ming. Pomidor 2 ming. 2 ming so'm. Xudo xolasa Namangan viloyati Mingbuloq tumani dehqon bozoriga kelaverasizlar. Narxlar shunaqa bo'lyapti. Bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, shaftolilardan xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech puldan nech pulgacha? 5 mingdan 15 ming so'mgacha. Xudo xolasa. Mana shular 15 ming so'mmi? Bular 5 ming. Bular 5 ming, 15 ming so'mlarga qaysi? Voh, mana bu 15 ming so'mdan ekan. Xudo xolasa. Bugungi bozor narxi shaftoli mana shuncha bo'lyapti ekan akalar. Olma narxlaridan. Assalomu alaykum. Olmalar nech puldan ekan? Bular 5 ming so'mdan. Navi qanaqa? Qimizak olma. Xo'p, bular 5 ming so'mdan. Bular 10 ming 3 kilomi? Shaftoli xudo xolasa 10 ming. 8 ming so'm bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum. Tikli shaftoli qancha bo'lyapti? Tikli shaftoli 8 ming, 7 kiloga 15 ming. Danaga ajraydi. Danaga ajraydi, xudo xolasa. 8 ming so'm 2 kilogram olganga. Olmalar 5 ming so'mdan. Shaftoli O. Anjir shaftoli 4 ming so'm. 4 ming so'm. Opa, bozoringizni bersin. Xo'p, rahmat. Optim narxda qancha bo'lyapti ekan? 3 kilo ham bo'lib ketaveradi. 10 mingga 3 kilogramdan bo'lyapti. Anjir shaftolimi shu? Unda ham qo'yaman. Ha, shunaqa qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa 10 mingga 3 kilogramdan bo'lyapti ekan mana. Mazasi o'ta shirin. O'ta shirin. Xullas, Xullas, aytilishi 5 ming manakami bor. Namangan viloyati Mingbuloq tumani dehqon bozoriga kelaverasizlar. Xullas, dushanba, payshanba, shanba kuni bo'ladi. 3 bozor doim bozor bo'ladi, kelaverasizlar. Rahmat, bozoringizni bersin. Xo'p. Xudo xolasa uzumdan halol chorvada. Halol chorva. Ha. Bor. Assalomu alaykum. Boshliq uzum nech pul bo'lyapti ekan? Uzum 15 ming. Uzum 15 ming, chiligilar 15 ming so'm. Shaftolilarchi? Shaftolilar 10 mingdan. 10 ming so'mdan, xudo xolasa. Nok qancha ekan? Nok 30 ming. Nok 30 ming so'm. Birinchi nok. Yoshligimizda enamlarnikida bo'lardi mana shunaqa.
Bozoringiz bersin. Xo'p. Assalomu alaykum. Olmalar necha pul bo'lyapti? 5000 so'mdan. Xudo xolasa. Mana uni qizilligini qaranglar. Bo'ldi, xudo xolasa. Haftani 3 bozor bo'ladi. Olma, uzum, hamma narsa bo'ladi. Xudo xolasa kelib olishlaring mumkin bo'ladi. Bozoringiz bersin. O, shaftolilardan. Og'a. Yaxshimisiz? Charchamang, charchamang. Sekin harakat. Nech pul ekan shaftolilar? Shaftolilar 12 mingdan. 12 ming so'mdan svejiy holatda. Hamma yuqorida. Xudo xolasa. 10 ming so'm, 10 Optimga 10 ming so'm, kilogramga 12 ming so'm. Qancha chilgilar? Chiligi 10 ming so'm. Chiligi 10 ming so'm. Olmachi? 8 ming so'm. Optim 8 ming so'm. 8 ming so'm oldi. Olma 8 ming. Wow. Eng go'zal. Yaxshimisiz? Akalar mevachi va bozordan shaftoli narxi qancha bo'lyapti ekan, opa? 7 ming, 6 ming har xil. 7 ming so'm, 6 ming so'm. Tukliklari 7 ming so'm. Mana bu qancha mana? Ular 13 mingdan. Ular 13 ming so'mdan. Olmalar nechi pul ekan? Olmalar 7 ming so'mdan. Mana Nordon shirani Aha. O, chekkadagi 6 ming so'm, bular 7 ming so'mdan. Juda yaxshi. Bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. Xo'p. O, go'jalar qancha bo'lyapti ekan? Kosasi 5 ming so'm. Xudo xolasa. No'xatchi? No'xat 4 ming so'm. Tayyor pishgan a? Tayyor pishgan. Go'jalar xudo xolasa 5 ming so'mdan. No'xat 4 ming so'mdan. Bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar, ichki bozordan olamiz. Salqin joydan. Dumbil nechta pul bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 10 mingga 4 donada. Bo'ldi, hisob. Ko'katlar nech puldan? 5 ming 2 pachka. 5 mingga 2 pachka bo'lyapti ekan. Xudo xolasa, qalampir nech pul ekan? 15 ta 5 ming. Qancha? 5 mingga 15 dona. 5 mingga 15 dona bo'lyapti, xudo xolasa. Bularchi? Loviyalar. 10 mingga 3 donadan bo'lyapti. Bozoringiz bersin. Hurmatli akalar, bolgarskiy pomidor, baqlajon, dumbil, makka, oshqovoq hammasidan. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti ekan narxi? 'Xo'p, bu 2 kilogram 15 ming so'm. 2 kilogram. Pomidor qancha? 5 ming. 5 ming. Bunisi? 5 ming. 5 ming so'm. Baqlajon qancha? 5 ming. 5 ming so'm. Dumbil nechtadan? 10 mingga 4 ta. 10 mingga 4 donadan. Pomidor 5 ming, 2,5 kilo. Chesnok qancha? Chesnok? 20 ming, 30 ming. 20 ming, 30 ming kilogramga. Loviyalar qancha bo'lyapti? 5 ming sotyapsiz. 5 ming so'm kilogramga. Kilogramga 5 ming. 5 ming so'm. Oshqovoqchi? Kilogramga 6 ming. 1 kilogrammi 6 ming so'm bo'lyapti akalar. Bizni bozor juda ham arzon, xudo xolasa. Haftada 3 kun bo'ladi, yana bir bor aytib o'tib ketay. Dushanba, payshanba, shanba kuni bo'ladi. Bemalol kelib olishingiz mumkin bo'ladi. Opa, bozoringiz bersin, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Karam nechta pul bo'lyapti, boshliq? Hamma 12 ming so'm, 10 ming so'm, 15 ming so'm bo'lyapti. Xo'p, 12 ming so'm, 10 ming so'm, jupi 15 ming so'm bo'lyapti. Qaysisi? Hamma 15 ming so'm. 10 ming so'm, 12 ming so'm. Hamma Ancha qimillab qopti. Ismingiz nima edi? Madamim. Madamibek aka, bozoringizni bersin. Ama o'zi ham 6 oydan Rishton mana keldi. 6 ariq Rishtonidan kelgan. Navi nima? Navini bilasizmi? Presko. Wow, Presko navi. Xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Gap yo'q. Mashakani olib qo'ying. Bo'ldi, yaxshimisiz? Charchamang. Xudo xolasa pomidor. Pomidorlar zo'ri 5 ming aka, uzma. Zo'ri, uzma. Saroydagi. Ana, saroydagi mana ko'ryapsizlarmi? Baqlajon qancha bo'lyapti? Baqlajon 5 ming. 5 ming so'm. Banan sorti zo'ri. Banan sorti zo'ri. Qancha bolgarskiy? Bolgarskilar 8 ming, 2 kilosi 15 ming. 2 kilogram 15 ming so'mdan bo'lyapti. Loviya qancha bo'lyapti? Loviyalar 5 ming 5 ming so'm kilogramga. kilogramga. Ey, yashang. Ham zo'ri. Haftani 3 kunida bo'ladi. Xudo xolasa kelib olishlaring mumkin bo'ladi. Rahmat. Akalar, karam nech pul ekan? 5 ming, yuringlar. 7 ming, 8 ming, 10 ming, 15 ming. Qizilcha qancha qizilcha? Qizilchani ham 10 ming beryapti. Qizilcha ham 10 ming so'm kilogramga. Xudo xolasa. Ismingiz nima edi? Fahriddin. Fahriddin akani karamlari mana. Xudo xolasa eng zo'rlari sheyda ekan. Mingbuloq
dehqon bozoriga kelaverasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar, dehqon bozoridan yog' narxlari qancha ekan? Simchka yog'i. 95 ming, 100 ming. Buchi paxta yog'i. Paxtalar 85 ming, 90 ming. Xudo xolasa 4-2 kilogramm. Bunisi 5 litr. Xo'p, 1 litrlar qancha bo'lyapti? 1 litrlar 22 ming, 42 ming, 3 litrlar 62 ming. 62 ming so'm. Zo'r. Xudo xolasa Namangan viloyat Mingbuloq tumani dehqon bozoriga kelaverasizlar. Narxlar shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. Akalar, go'sht narxlaridan xudo xolasa. Aka necha pul bo'lyapti ekan? 120 ming so'm kilogrammi. Qo'y go'sht qancha, mol go'sht qancha? 130 ming so'm qo'y go'shti, 120 ming mol go'shti xudo xolasa mana akalar. Qalaysiz? Ismingiz nima? Izzatilla. Izzatilla, xudo xolasa. Bozorga kelaverasizlar. Mana go'shtlar ham eng halol va zo'rlari shayda. Go'shtlar necha pul bo'lyapti ekan? 120 ming bo'lyapti. 120 ming so'm. Qo'y go'shti, mol go'shti. Yoqqa faqat mol go'shti bormi sizda? Mol go'shti, qo'y go'shti ham bo'lyapti. 130 ming bo'lyapti. 130 ming so'm bo'lyapti. Ismingiz nima edi? Ismim Sirojin aka. Sirojin aka, bozoringizni bersin. Bo'ldi aka. Xudo xolasa necha yildan beri shug'ullanasiz? 10 yil bo'lib qoldi aka. 10 yil bo'lib qoldi. Rasam mutaxassis bo'libsiz-da. Xudo xolasa kelaverasizlar. Go'shtni zo'rini mana shu joydan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mayizlar necha pul bo'lyapti? Boshliq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 20 mingdan 100 minggacha. Sortlari qanaqa? Bunisi qanaqa? Urug' yo'q. Xudo xolasa 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. Pistalar qancha bo'lyapti ekan? 150 ming, 160 ming so'm bo'lyapti. Xudo xolasa. Bozor. Tomma izlarimiz 55 ming so'm. Qaysi? Mana shu 55 ming so'm. Chiroyli yaxshi izlar. Danay urug'i yo'q. Danak urug'i yo'q. Qora kishmishan deylar ekan. Ismingiz nima edi? Baxtiyor akaga kelaverasizlar xullas. Sizniki-chi? Qanaqa ketmasangiz bo'ldi. Biznikimi? Ha. Sotuvchi Bahramboy. Vo, adashakanmiz-da. Hey, gap yo'q. Omadingizni bersin. Sizlar demoqchi. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Xo'p. Xo'p, akalar, hojata, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang, sog'ligingiz yaxshimi? O'riklar necha pul bo'lyapti ekan? O'riklar 25 mingdan 50 minggacha bor bola. 25 ming so'mdan 50 ming so'mgacha bor, xudo xolasa. Pistalar ham, Pistalar ham. Vo, mayizlar, hammasidan bor. hammasidan bor. Qanchadan qanchagacha bu mayizlar? Mayizlarning eng sarasi sizda ekan. 5 mingdan 95 minggacha. Mana shu 95 mingdan 35 minggacha mayizlar, xudo xolasa. 35 mingligini. 35 minglarga. Yaxshi, toza mayizlar. Hay yashang. Pistalar qancha bo'lyapti? Pistalar 145 mingdan 170 mingga. 170 minggacha. Bodam 110 ming. 110 ming so'm bodom. Ayyor, tirs cho'qqasi bo'l. Ha, nima qovurilgan. Hay yashang. Ismingiz nima edi hojata? Abdurahmon. Abdurahmon hojatamizga kelaverasizlar Namangan dehqon bozoriga, Mingbuloq dehqon bozoriga kelaverasizlar xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Xo'p. Xudo xolasa ziravorlardan ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang. Xo'p, ziravorlarni shunday tanishtirib yuborsangiz bir boshdan. Xo'p, kishmishlar necha pul aka? 35 ming so'm. Xo'p, buni nomi nima? Nomlarini aytavering bir boshdan. Men bilmayman bularni. Salat tuzi. Oltin, Aha. qizil fabrika, Aha. Bolgar, kashnich, kashnich, maydasi, aha, atom qalampir, aha, atom qalampirni maydasi. atom qalampirni maydasi. Qanchadan qanchagacha narxlari? Narxlar 45 mingdan 50 minggacha. Kilogrammga. 45 mingdan 50 ming so'mgacha. Ismingiz nima edi? Yusufbek. Yusufbek, bozoringiz bersin ukam. Xudo xolasa go'sht narxlari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul bo'lyapti ekan? 115 mingdan berib turibmiz aka. 115 ming so'mdan. Narxlar zo'r ekan sizda. Qo'y go'sht qancha bo'lyapti? 125 ming bo'lyapti. 125 ming. Bozordan 5 ming arzon ekan. Bozoringizni bersin, gap yo'q. Xo'p. Xo'jalikka kerak bo'ladigan sovunlar akalar. Sovunlar, parashok, gel. Sovunlar nech puldan nech pulgacha ekan? 5 ming, 6 ming, 10 mingga 3 ta, 4 ta. Parashoklar qanchadan qanchadan? 10 mingdan, 8 ming, 12 ming,
Yaxshi, gellarchi, gellar. Idish tovoq, boshqa. 5 ming, 10 ming, katta kichik ham. Gugurtni bir pachkasi qancha bo'lyapti? 2000 so'm. Rahmat, bozoringiz bersin. Hurmatli akalar, dehqon xo'jaligiga kerak bo'ladigan ketmon, lapatki, beshlik, xullas o'roq, hamma narsa bor. Qanchadan qanchagacha boshliq? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ketmonlar nech pul ekan? 45 ming so'mdan 65 ming so'mgacha. Bolta nech pul bolta? Boltalar 65 ming so'm. Tishachi tisha? Seni oldinda u qaydan boshlab kelyapman? 100 mingdan 35 minggacha. O'roqlarimiz qanchadan qanchagacha? Tanaga o'rab olasanmi desak. 35 mingdan 15 minggacha. Qoziqlar nech pul? 8 ming so'mdan 20 ming so'mgacha, xudo xolasa. Nuftalar ham siznikimi? Qanchadan qanchagacha bular? 20 ming, 25 ming, 15 ming shunaqa atrofida. Shu narxlarni bir boshdan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Bozoringiz bersin boshliq. Hop. Arqonni optimlari. Kimdan ekan Arqon? Yaxshimisiz? Nech puldan nech pulgacha bor? 1000 so'mdan 8000 gacha. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Xo'p, 1000 so'mdan 8000 so'mgacha. Arqon. Istalgancha, keraklicha. Xudo xolsa, nuftalar nech pul ekan? Bular 8 mingdan 30 minggacha bor. 8 mingdan 30 ming so'mgacha. Halol chorvadan chiqadi. Xo'p, xudo xolasa bir boshdan ko'rsatib o'taylik. Mana shu yerda bir 200 xil pichoq bor ekan akalar, mana. Xudo xolasa. Hamma turda nech puldan nech pulgacha bor pichoqlar? 3 mingdan 500 minggacha bor aka pichoq. 3000 so'mdan 500 ming so'mgacha bor. Xudo xolasa aka. O. Powerlar srazi kelib bir martada komplekt qilib ketishi mumkin. Yangi ochilgan. Nech pul mana shu kamda? Ular 50 ming ekan. 50 ming so'mlik. Toza nержавейка. Xitoyda ekan. Zanglamaydi. Mana bu 30 ming ekan. Farqini qaranglar. 50 ming so'm, 30 ming so'm. Farqni qaranglar. Juda ham zo'r. Ismingiz nima edi? Ismim Ixtiyor aka. Ixtiyor aka, bozoringiz bersin. Xudo xolasa Namangan viloyati Mingbuloq tumani dehqon bozoriga kelib, bemalol olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu tomonda ham keraklicha narsalar bor ekan akalar. Uyg'ur, uy ro'zg'or buyumlar. Bularni ham olib ketaylik. Qopqoqlar nech bo'lyapti hozir trendda? Pachkasi. Nechta bo'ladi pachkada? 50 400 so'm, 500 so'm. Non yopadiganlarchi? Hammasi 15 ming so'm. Bunisi bular 10 ming so'm. Chekishlar nech puldan bo'lyapti? Non chekishlar 10 ming so'm. Wow. Bunisi-chi? Bu ayollarning quroli nech pul bo'lyapti hali? Uradi-yu. 10 mingdan. Ey yashanglar. Xudo xolasa qisqacha tanishtirib o'tib ketdim degan umiddaman. O, bekitkichlarning eng zo'rlar nech puldan nech pulgacha? Mana shular 50 ming so'm. Akalar qo'shnidan olib chiqib bekitga arzimaydi. 50 ming so'mga borib ishlatib irg'itib bersa ham bo'laverar ekan, xudo xolasa. Bu qo'shni olib chiqib qaytarib olib chiqib bermaydi-da. Xudo xolasa, mana ular nech pul? Boshqachasimi bu? Ular 80 ming Rossiya bu. 80 ming so'm Rossiyaniki. Bekitkichlar akalar. Rossiyadan qolish. Hech qanaqa bir otib yorishda boshqa narsasi yo'q. Bexijoz. Garantiyali. 50 ming so'mlik narsaga garantiya berishyapti akalar. Sizlar opalar sizlarni 1 yilga. Wow. Gap yo'q. Ismingiz nima dedingiz? Ixtiyor aka, bozoringizni bersin. Xullas gizlaring chiqqan qopqon kalamush qopqonlargacha bor. Hop, galdagilarini ko'rsatib o'tamiz. Lapatkilar nech pul ekan boshliq? Lapatkilar 30 mingdan aka, sapkosh, so'y emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qo'limizda olib qo'y. 30 ming so'mdan qanchagacha? Sapkosh, so'y bir xil 30 ming. Sapkosh, so'y bir xil. O, kattasi nech pul? Kattasi 50 ming. 50 ming so'm. 30-70 mingga. Akalar ikkita shashlik puliga beradi. Bitta olib borib uyga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Ketmonlar nech puldan? Mana ular Xitoydan kelgan. Ha, Xitoydan ketmoni. Ha, 50 ming. 50 ming. O'zimiz Jaydari ketmandan ko'rsating, o'zi Xitoydan zerikib turibmiz. Mana o'zimizni Jaydari ketman. Xo'p, akalar, nech pul bu? 60 ming so'm.
60 ming so'm. Bizniki ozgina qimmat. Chunki bular bilmaydi-da Xitoylar biz yerimizni. Mana bunda qila ayollar ishlatadi. O, ayollar ishlatadigani. Bular necha pul? 30 ming. 30 ming so'm. Vau, zo'r. Xo'p, o'roqlar eng zo'ri hozir o'rinbop qaysi bo'lyapti? Eng pishiqchi dedi qani Aha. Shu. O'zi ham moshinaka necha pul? 40 ming so'm. 40 ming so'm. Vau. Mana ular arzonroq bular. Mana uyda hali Voy, voy. potlar bergan. Shu shunchaki ishlatgani. Ha, 15 ming so'm. Soplari terakdan. Yo tolmi? Kerak. Terak. 15 ming so'm. Arziydi ishlatib tashlab yuborgani. Ha, men ishlatsa ancha ishlatadi. Teshani eng injig'i ustalarimiz uchun 120 ming. 120 ming so'm. Asht degan. Vau. Asht ilgaridan bo'lar edi. Buni faqat tesha qiladi. Asht qayda chiqishini bilasizmi? Birinchi etagi Gurtepaga borib taqaladi. Gurtepada Tojikistondan bitta aka kelib, qarang, kelib shu temirchilik qilar edi. Asht. Ha, dadamlarga poytesha qilib berar edi. Asht techa turib berardilar. O'sha esimda. O'shalarda ovladi. Vau. Gap yo'q. Qancha ekan? 120 ming so'm. 120 ming. Chopqilar necha pul? Chopqilar mana ular 50 ming so'm. 50 ming so'mdan. Bunisi 60 ming so'm. Bozori soplar necha pul aka? Soplar 15 ming so'm. 15 ming so'mdan. Olmadir. Olaman desam bor, kechgacha ham tugamas ekan bozor. Bozoringizni bersin. Ismingiz nima? Baxtiyor. Baxtiyor aka, bozoringizni bersin. Peshana zo'ri nechi pul? Peshana zo'ri. Eng zo'r